Hello guys, sizlar bilan mavzularimizni davom ettirgan holda bugun sizlar bilan can va could haqida gaplashamiz. Ya'ni bular ham modal verb hisoblanadi. Can, could haqida keyinroq gaplashamiz. Xo'p, birinchi candan boshlaydigan bo'lsak, can degani qila olmoq, ya'ni nimadir qila olmoq, ya'ni nimadir qobiliyatga ega bo'lmoq. Misol uchun, I can play the piano. Men pianino chala olaman. Ya'ni u pianino chalishni biladi demoqchi, ya'ni I know how to play the piano. Yani pianino chalishni, qanday pianino chalishni bilaman. Xuddi shunaqa. Endi can qila olmoq. Agar siz can bilan birga ishlatsangiz, ya'ni bu narsani hozir qila olasiz. Ya'ni bu degani oldin ham qila olgansiz, hozir ham qila olasiz yoki misol uchun oldin qila olmagansiz, hozir qila olasiz. Ya'ni bu hozirgi zamon haqida, ya'ni can qila olmoq. Ya'ni ayni paytda degani. Xo'p, endi canni qanday yasaladi? Bu juda ham oson. Birinchi bizga subject kerak bo'ladi. I, we, you, they, he, she, it yoki bularning o'rnida albatta ismlar bo'lishi mumkin. Keyin can qila olmoq, keyin shunchaki verb, ya'ni fe'lni birinchi shakli, ya'ni verb 1 ishlatamiz. Hech qanday qo'shimchalar qo'shmaymiz hech qachon yoki hech qanaqa o'zgarish qilmaymiz. Fe'lni, ish harakatni o'zini ishlatamiz. Endi agar negativ shakli kerak bo'lsa, ya'ni inkor shakli kerak bo'lsa, can't yoki cannot, cannot yoki can't ishlatsak bo'ladi. Bu negativ shakl, ya'ni qila olmaydi. Ya'ni qila olmaslik degani can't, endi can qila olmoq degani. Endi bunga misol ko'radigan bo'lsak, shunisini o'tkazaylik. Xo'p, misol uchun bunisi Sarah can speak Italian. Sara italyancha gapira oladi. Ya'ni italyanchani biladi demoqchi. She can't speak Spanish, lekin u ispan tilida gapira olmaydi. Ya'ni negativ shakliga can't speak. Can't speak gapira olmaydi. Endi albatta so'roq bo'ladigan bo'lsa, doimgidek can ni oldinga chiqadi egadan, ya'ni I, we, you, they, he, she, it dan oldinga chiqadi. Can I, can we, can you, can they, can he, can she, can it. Keyin undan keyin ish harakat, ya'ni verb 1 ishlatiladi. Yana bir marta, verb 1 ishlatiladi. Verb 1 ishlatamiz. Hech qanday qo'shimchalarsiz yoki o'zgarishlarsiz, ya'ni nimadir qilmoq, misol uchun do, bajarmoq, play, o'ynamoq, see, ko'rmoq, come, kelmoq, ya'ni seeing yoki playing yoki play it yoki did degan narsalar hech qachon ishlatilmaydi. Ish harakatda o'zini ishlatamiz, bo'ldi. Endi bunga misol ko'radigan bo'lsak, so'roq shakliga can you swim? Ya'ni can you swim? Siz suza olasizmi demoqchi, ya'ni qo'lingizdan keladimi? Ya'ni can you swim? Suza olasizmi? Yes, but I'm not a very good swimmer. Lekin men yaxshi suzmayman. Xuddi shunaqa ma'noda ishlatsak bo'ladi.